kuniga 89 mingdan, oyiga esa 2.670 ming so'mdan. Umumiy hisobda 57.380 ming so'mga mana shu mashinani hisoblayman. Yili 2006-yil, 1.5 dons, motor hadoyida umuman ish yo'q, salonlari akkuratniy holatda. Meni mazza qilib baraka topasizlar. Ana shu Nexia 1 mashinani sizga 14 oyga vikipga qilib beraman. Umumiy hisobda aytib o'taman, 57.380 ming so'm tan narxi. Boshidan berasiz 20 million so'm. Daverni qilib beramiz 14 oyga 2.670 ming so'mdan. Kuniga 89 ming so'mdan. Pastda raqamlarim qoldiraman, telefon qilishlaringiz mumkin.